Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasizlarmi? Kelayotgan yangi yilinglar qutlug' bo'lsin. Istanbulga yetib keldik. Biz butun eson-omon qo'nib oldik. Xudo xolasa aeroportdan bagajlarimizni olib chiqib olsak, xudo xolasa bir hafta davomida Istanbulda bo'lamiz. Turkiyani barcha chiroyli joylarini borib aylanamiz. Xudo xolasa sizlarga ham yaxshi kadrlardan ulashib turamiz. Like bosishni unutmanglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, zo'r sayohat bo'ladi inshaalloh. Yaxshi joylarni sizlarga ilinamiz. Omon bo'linglar, rahmat. Lalili degan joyga kelib oldik. Ko'chalari endi bomdodga hozirgina azon aytyapti. Ishlayotgan bo'lsa kerak. Hozircha ko'chada hech kim yo'q. Endi bomdod kirdi. Xo'p, do'stlar, birinchi kirgan joyimiz Istanbuldagi, ya'ni bozorga kirdik. Bozorda har xil mayda-chuyda qiziqarli narsalar, suvenirlarga boy, qadimiy narsalarga boy bozor ekan. Bozor juda ham uzun ekan, oxiri deyarli ko'rinmaydi. Aylanib Sulton Ahmadga keldik. Odam ko'p, lekin juda ham shamol kuchli bo'lar ekan. Ham orqamda turgan mana mashhur, hamma biladi bu yerda. Bu yerda Ayo Sofi. Umumiy tarixi shu 1,5 ming yilga taqaladi deb eshitgan edim. Mana bu Ayo Sofi. Hozir ta'mirlash ishlari ketayotgan ekan bu yerda. Odam ko'p. Hop, bismillah deb sekin shu yerda bir ko'rib chiqamiz inshaalloh. Sulton Ahmad masjidiga kiryapmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Çok güzel deydi. Mana Sulton Ahmad masjidiga ham kirib oldik. Maşallah. Juda ham go'zal. Maşallah. Juda ham naqshlarni chiroyli qilishibdi. Bu Sulton Ahmad masjidi Istanbulda eng go'zal joylarida joylashgan. 1600-yillarga to'g'ri keladi buni tarixi. Usmoniylarning rahbari, ya'ni podshosi Ahmad I tomonidan bu qurilgan. Hozircha mana hozirgacha ibodat qilishga yaroqli 10 mingdan oshiq odamni o'zining ichiga sig'dira oladi bir vaqtda o'zida. Bu imom sudda imomchilik qilib beradigan joyi. Mana bu esa xutba beradigan minbari. Qarang, juda baland. Bu shaqqa chiqib o'tayotgan. Mana bu yerda esa so'pi azon chaqiradi, takbir tushiradi, tilovat qilib beradi, mana shu joyda o'tiradi. Bizlarni tanimaganlarga alangali salom. Hammaga nasib qilsin shu yerga kelib, duo qilib, ibodat qilishni. Navbatdagi joylarni ham ko'rsatib, tanishtirib ketamiz, xudo xolasa. Hammaga mashhur bo'lgan mana bunaqa Seydan Ali noni bor, bularning kulchasi. Mana narxlar ekan. Ko'rasizlar. Bu yoqda Sulton Ahmad. Xullas, aylanib yuribmiz do'stlar. Kelinglar, yaxshi joylar ekan. Bitta brat jo'xori pishiryaptilar. Assalomu alaykum. Mana kashtanni pishirishyapti. Qoyilmisizlar, kashtan bor-ku. Jo'xori. Kashtanni pishirishyapti. Kashtan bu? Kashtan kebab. Davay. Mana senga. Tak. Bu yoqda jo'xorini parda pishirib turib, mana bitta mangalga o'xshab pishirib berar ekan, qarang. İnşallah. Rahmat. Teşekkürler. Burada kaşlarla yerlerde to'kilayotadi-yu. Ko'rasizlar. Ularda mana shuni pishirishar ekan. Masalan, ko'ramiz, bitta tatib ko'raylik. Bismillah. Zo'ru. Biz ham kaşdan pishirish boshlaymizmi deydi. Ozgina tuzib ko'rsam, mazza. Zo'r pishibdilar. Hop, yana bitta ajoyib bir joyga kelib qoldim. Aylanib. Mana bu yerda
Xurrem Sultonni hammomi bo'lgan ekan. 1556-yilda qurilgan ekan bu hammom. Xurrem Sulton shu yerda cho'milgan ekan. Tak, mana. Xurrem Sulton hammom. 1556-yil. Qo'yib qolish kerak. Narxini eshitsanglar hayron qolasizlar. 300 yevro. Ya'ni 300 dollardan qimmatroq saqam. Chiqib kelyaptilar. Erkaklar bo'limi deb yozib qo'yibdim bu. Ajoyib. 300 yevroga kirib, hammomda cho'milib chiqish nima deyapti endi? Tushunmadim baribir. Mana, bu ham tarix. Davom etamiz. Sal chiqsanglar, o'tdan odamlar qushlarni tomosha qilishar ekan. Bu yerda nimadirlar berib, sepib, dom-pom berib, mana uchirishni ko'ryapsizlar. Mashaalloh. Oho. Kelib odamga urilib ham ketishi mumkin, lekin hech urilmas ekan. O'n qara. Go'sht chopib ketdi. Og'izda go'shtmi bilan hammasini? Bugun ba'zi jamshid bugun maishat zo'r ekanda. Bu yerda bunaqa san'at egalari ham bor. Sonra pişman olsunlar, ayrılmayalım. Another one. Yaxshi. Asr vaqti bo'ldi. Bu yerda bir joyimizda 2-3 ta masjid yonma-yon joylashgan bo'lgani uchun galma-galdan aytishyapti azonni. Mana misol uchun hozir bu bir qator aytdi, keyingi jumlani bu ham aytyapti. Bir-biriga xalaqit bermaslik uchun, aralashib ketmaslik uchun. Eshityapsizlar? Voy mashalloh, juda ham go'zal, naqadar go'zal. Bir-biridan o'taman deyapti. Xo'p do'stlar, Aya Sofiya masjidiga kiryapmiz. Mana mashdan kirilar ekan. Kirish deb yozib qo'yibdi mana. Bismillah, kirib chiqamiz. Aya Sofiya masjidi do'stlar, 1,5 ming yillik masjid. Tarixi juda ham uzun. 537-yilda Vizantiya imperatori tomonidan qurilgan. O'sha davrda dunyodagi eng katta ibodatxonaga aylantirilgan. Aslab bu o'zi cherkov bo'lgan boshlanishida. Keyin 1453-yilda Sulton Fotih Mahmud Istanbulni fath qilgandan keyin Aya Sofiya masjidiga aylantirilgan. Ko'rib turganimizdek, hozir bu yerda ozgina ta'mirlash ishlari ketayotgan ekan. Bu masjidning qurilishiga roppa-rosa 5 yil vaqt ketgan do'stlar. 10 mingdan oshiq ustalar bir vaqtda ishlagan. Tasavvur qilinglar, 10 mingdan ortiq ishchi ishlagan bir vaqtda. Ularga ketadigan oziq-ovqat mablag'larini endi qo'yaverasiz. Mutaxassislarning fikricha, bunaqa bino bitishiga kamida 30 yil, 40 yil kerak bo'ladi, mutaxassislar aytishgan. Lekin o'sha paytda 532-yilda boshlangan qurilish 537-yilda 5 yilda qurib bitkazilgan. Zo'r. Aya Sofiya masjidi ham islom dini, ham xristianlik dinida bitta binoda uchrashgan yagona masjid bu. Haqiqatda do'stlar, bu yerga kirib qolgan odam 1,5 ming yil oldingi tarixga kirib qolgandek his qiladi o'zini. Avri shunaqa. Mana shu ko'rib turgan gumbazinglar bo'lsa, 1,5 ming yil oldin qo'yilgancha hali ham shunday turib saqlanib, juda ham bahaybat. U telefonda hozir kichikroq ko'rinayotgandir, kelganlar biladi. Juda ham bahaybat. Qanaqa qilib buni bino qilishganiga juda ham hayratlanasizlar. Ustunsiz shunday turibdi, 1,5 ming yildan beri shuncha zilzila, qanchadan qancha urushlarni ko'rgan bo'lsa ham qimirlamay turibdi. Mashalloh, juda ham bir mo'jizaga o'xshagan narsa-da bu. Hayratda qolasizlar kelsanglar. Boshlanishida 1935-yilda bu avvallari muzey bo'lgan do'stlar. Kirish pulli bo'lgan. Keyin odam pulga kirib ziyorat qilgan. Keyin mana Turkiya hukumatı 2020-yilga kelib, buni masjid maqomiga qaytarib, namozgohlar qilib, kirish bepul qilib qo'yilgan. Hozir mana ham kelib turistlar kelib aylanib yurishadi, ham kirib xohlagan odam namozini o'qib chiqib ketaveradi. Do'stlar, mana bu ostonaga qo'yilgan juda ham katta tosh hali ham turibdi.
532-yildan beri odamlar buni ustidan yuraverib, mana o'rtasi bukilib, yemirilib ketgan do'stlar. Haligacha o'sha original tosh saqlanib qolgan. Ko'ryapsizlarmi o'rtasini? Ba'zi bir rivoyatlarga ko'ra, mana shu Ayo Sofiyaning eshigi, ayniqsa imperator eshigi deb nomlanadi hozir. Nuh alayhissalomni kemasidan olingan eshik, shu yog'ochdan yasalgan deyshadi. Bu qanchalik darajada bu to'g'ri gap, buni endi tarixchilar bilsa kerak haqiqatini. Lekin ko'p joyda juda mashhur gap. Shu eshikni Nuh alayhissalom kemasidan yechilgan deyshadi. Inshaalloh. Menga juda ham yoqdi, lekin juda ham yoqdi. Dunyodagi ko'p masjidlarni ko'rganman. Bunisi boshqacha. Shu bilan azizlar, bugungi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga inshaalloh bundan ham zo'r sayohat qilamiz. Ikkinchi qismni albatta ko'ringlar, salomat bo'linglar. Rahmat.